qarang, yutqizgandan keyin mana to'g'ri e'tibor berish kerak yutqizgandan keyin ham. Lekin nima deysiz unga masalan? Qanday jang bo'ldi? Unga ham sig'maydi aka ko'ngliga uni yutqizgan insonni. Qanday jang bo'ldi? Qanday yutqizding deysizmi aka? Qanday yuting deb so'raysiz, to'g'rimi? Qanday nima deydi endi? Qanday yutqizdim? Mana bunday yutqizdim deydi aka. To'g'rimi? Buni o'ylab qarasangiz-da, u gapiradigan yutqizgan insonni gapiradigan gapi yo'q aka sizga. Yutaydigan maqtanib bunday deb gapiradi-da masalan. Hozir biz ham o'tiribmiz, hozir yutib kelganimizda mazza qilib gapiryapmiz. Yutqizsam agar siz masalan kelmadingiz mana unga, nima bo'ldi? Qanday yutqizding deb. Yutqizsam agar men ham sizga aytmading, aka mendan intervyu oling, xalq ko'rsin men qanday yutqizganimni demayman aka. O'sha uchun har doim harakat qilamiz yutishga. Yutqizish hammada bo'ladi, lekin agar siz o'zingizni jamlab olsangiz, mehnatni yaxshiroq qilib Allohdan so'rab, agar toza yurib, toza mehnat qilib borsangiz, o'zingizni yoshingiz yetgungacha qadar, o'zingizni kuchingizni yetgungacha qadar borsangiz, mana bu yerda meni kuchim tugadi deb ketsangiz agar, mana shu paytda siz yutqizmaysiz aka. O'zingiz bilishingiz kerak, qachon ketishni, qachon to'xtashni.